Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, Baxmal Anguslar kanalining qadrli obunachilari. Haqiqiy Aberdeen Angus, amerikanskiy Aberdeen Angus sotiga qiziqadiganlar uchun maxsus videorolik bo'lyapti inshaalloh bugun. Biz Jizzax viloyati Baxmal tumani Uzunbuloq qishloq fuqarolar yig'ini Sho'rbuloq qishlog'idan, ya'ni o'zimizning xonadonimizdan video qilyapmiz. Aberdeen Angus sotiga qiziqadiganlar uchun maxsus video. Hurmatli tomoshabinlar, obunachilar, endida kimda kim jaydar mollar bo'la turib, Aberdeen Angus zotiga qiziqib, jaydar mollarga sun'iy urug'lantiradiganlar, Aberdeen Angus zotini urug'idan qo'ydiradiganlar uchun. Bilamizki, Aberdeen Angus zotini urug'ini boshqa zotdagi mollarga sun'iy urug'lantirgan paytda 100 ta moldan 5-6 tagina, ya'ni 10 ta moldan 2 ta mol ushlaydi, qolganlari ko'pincha ushlab qolmaydi sun'iy urug'lantirilgan paytda. Endilikda kimda kim o'zini sigirlariga, mollariga Aberdeen Angus zotli parodani urug'ini qo'ydirmoqchi bo'lsa, biz o'zimizni haqiqiy Aberdeen Angus, toza qonli Aberdeen Angus buqamizni taklif qilamiz. Kimda kim sigirga sun'iy urug'lantirmoqchi bo'lsa, o'sha sun'iy urug'lantirish o'rniga haqiqiy ishonchli 100% kafolatlangan toza qonli Aberdeen Angus buqamiz qo'yib beramiz. Telefon nomerlarimiz 97 178 0402 raqamiga telefon qilasizlar yoki ko'pincha bizda sviyaz yaxshi bo'lmaganligi uchun 97 mobiuzga Telegramdan yozsalaringiz doimo onlayn bo'lamiz. Sun'iy urug'lantirish o'rniga bemalol olib kelib buqaga qo'yishlaringiz mumkin. Buqaga qo'yib, sun'iy urug'lantirish o'rniga buqaga qo'ymoqchi bo'lganlar uchun 300 ming so'mdan bitta molga qo'yib beramiz, xudo xohlasa. Inshaalloh baribir haqiqiy buqasiga yetmaydi. Mana bu yerda hammasi toza qonli Aberdeen Anguslar. Mana shu buqamizga qo'yib beramiz. Bemalol kelib, sigirlarni olib kelib zot olishlaringiz mumkin. Endi 11 oylik bo'ldi, lekin sigirlarga chopayapti, xudo xohlasa. Hammasi bitta fermadan. Mana bu onalar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat, sog' bo'lasizlar.